Sharq falsafasi insoniyat tafakkurining eng boy va serqirra xazinasi hisoblanadi. Bugun biz islom olami mutafakkirlari haqida gaplashamiz. Abu Nasr Forobiy Sharq Arastusi unvoniga sazovor bo'lgan buyuk faylasuf. U fozil odamlar shahri g'oyasini ilgari surgan. Ibn Sino nafaqat tabib, balki borliq va ruh haqidagi ta'limoti bilan Sharq falsafasini yangi bosqichga ko'tardi. Sharq mutafakkirlari mantiq, metafizika va axloq masalalarini chuqur tadqiq etib, inson komilligini asosiy maqsad deb bildilar. Axloq bu ruhning go'zalligidir. Sharq falsafasida insonning ichki dunyosi va jamiyat bilan uyg'unligi markaziy o'rin tutadi. Bilim olish har bir inson uchun eng oliy vazifa deb belgilangan. Bu g'oya asrlar osha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Sharq falsafasi turli madaniyatlarning o'zaro ta'siri natijasida boyib bordi va jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shdi. Har bir satr, har bir fikr zamirida olamning yaratilishi va insonning o'rni haqidagi chuqur falsafiy ma'no yotadi. Biz ajdodlarimizdan qolgan bu boy merosni o'rganish orqali ozligimizni va dunyoni chuqurroq anglash imkoniga egamiz. Bugungi qisqa video darsimiz orqali Sharq falsafasining bir qatlamini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Uzoq Sharq va Hindiston falsafasi o'zining tabiat bilan uyg'unligi va ichki xotirjamlik g'oyalari bilan mashhur. Buddizm falsafasida azob-uqubatlardan qutulish va nironaga erishish yo'li asosiy maqsad qilib ko'rsatiladi. Har bir amalning o'z natijasi bor. Karma qonuni insonni o'z harakatlari uchun mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. Konfutsiylik falsafasi esa jamiyatda tartib, o'zaro hurmat va an'analarga sodiqlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Oila va davlat o'rtasidagi bog'liqlik Konfutsiy ta'limotining asosiy poydevori hisoblanadi. Daosizm esa Dao, ya'ni koinotning tabiiy yo'li haqida hikoya qiladi. Hech narsaga qarshilik qilmaslik eng oliy donolikdir. Tabiat bilan bir butun bo'lib yashash insonni baxtga va haqiqiy erkinlikka yetaklaydi. Sharq donishmandlari uchun tafakkur qilish bu dunyoni o'zgartirishdan ko'ra ozlikni anglash vositasi bo'lgan. Bugungi kunda ham Hind va Xitoy falsafasi millionlab insonlarga ma'naviy yo'l ko'rsatib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr. Tasavvuf Sharq falsafasining eng chuqur va sirli qatlamlaridan biri bo'lib, ruhning poklanish yo'lidir. Hoji Ahmad Yasaviy turkiy tasavvuf maktabiga asos solgan va hikmatlar orqali ezgulikni targ'ib qilgan. Bahouddin Naqshband asos solgan tariqat diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan oliy tamoyilni o'z ichiga oladi. Tasavvufning asosiy maqsadi insonni nafsdan xalos etib, uni komillik darajasiga yetkazishdir. Haqiqiy ishq bu yaratganga bo'lgan muhabbatdir. Bu muhabbat orqali inson barcha mavjudotga mehr ko'rsatishni o'rganadi. Sukunatda tafakkur qilish va qalb zikri orqali inson o'zining ichki olamidagi haqiqatlarni kashf etadi. Tasavvuf g'oyalari Alisher Navoiy va boshqa buyuk shoirlarimiz ijodida o'zining yuksak badiiy ifodasini topgan. Boshqalarga yaxshilik qilish va kamtarlik Sofiyning eng asosiy fazilatlaridan biridir. Bugungi shiddatli zamonda ham tasavvuf falsafasi ruhning tinchligi uchun eng kerakli manba bo'lib qolmoqda. Ma'naviy yuksalish yo'lidagi izlanishlaringizda omad tilaymiz. Salomat bo'ling.